Mandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir non berib ko'rsatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Kimlardir non berib ko'rsatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Nima gap, tinchlikmi? Xullas, senga bir haqiqatni aytishim kerak. Xullas, tilla bor-ku. Qaysi, qanaqa tilla? Hammasini men bilaman. Sen tilla topganingni ham, Alisherboy bekitgan tillani ot tagidan topganingni ham bilaman. Siz buni qayerdan bilasiz? Bilaman xullas. Gap u haqda emas. Xo'p, nima haqda? O'sha tillalarni. Nima o'sha tillalarni? Gapirsizchi aka? Men olganman. Nima? Ha, men o'g'irlaganman. Uyingga men o'g'irlikka tushganman. Chunki to'g'risi menga pul kerak edi. Otaxon degan odamdan qarzim bor edi. 500 ming qarzim bor edi. Ilojim yo'q edi. Shunchalik kim borasanmi? Nima haqqing bor edi uyimga o'g'irlikka tushishga? Bu tilla birovning omonati bilasanmi? Ha? Bilasanmi? Men buni deb qancha odam oldida sharmanda bo'ldim. Bilaman, men aybdorman. Agar shuni o'g'irlamaganimda, hozir men bu yerda turmasdim. Sen sharmanda bo'lgan bo'lsang, men o'lgan bo'lardim. O'lardim. Tushundingmi? Xullas tillani topasan. Qayerdan bo'lmasin topasan. Joyiga qo'yib qo'yasan, eshityapsanmi? Topasan! Xudo. Jinni bo'lib qolaman. Topmasam bo'lmaydi. Biz o'tiraylik. Boshim aylanyapti meni. Xo'p. Nima vaqtma qilasiz? Doktor aytdi-ku, yaxshisiz deb. Gapiraveradi ular. Qayoqdan ham biladi ular meni organizmimni? Shuncha o'qigan ular. Shuncha umrini sarflab. Yo'q. Bar bilan meni qon bosib boshgan. Men o'zimni g'alati his qilyapman. Hozir o'lchadik-ku, hammasi yaxshi-ku. Buzilgan aparat. Buzilgan. Bilmaydi. Men tillani topgunimcha tezroq sog'ayishim kerak. Qurib ketsa o'sha tilla ham. Topilmadi. Topiladi. Sen mana shu gapiraversang topilmaydi. Sal yaxshi niyat qil. Men yaxshi niyat qilyapman. Topilmayapti-ku.
Balkim topgandirsiz. Mendan yashiryapsiz. Ye. Sendan nima yashiraman? Ha, olib qo'yadi deb o'ylayapsiz-da. Tur, tashqarida gaplashib olaylik. Yur. Xo'p. Sen nima deyapsan? Ha, nima deyapman? Nima, topsam uyga olib bormaymanmi? Shunchalikka boradi deb o'ylaysan meni? Siz borasiz. Sizdan hamma narsa kutsa bo'ladi. Ha, topdim. Ishlatib yubordim. Shuncha pulni yo'q qildim. Sen o'ylab gapiryapsanmi Dinara? Men shuncha payt oilamni o'ylasam, seni o'ylasam, men qancha pul topgan bo'lsam, biron marta o'zimga sarfladimmi? Agar men hozir o'zim o'ylaganimda, men bunaqa bu yoqda yurmasdim. Shu kungacha mashinali bo'lib olardim. Sen menga bunaqa gap gapirmagin. Shu gaplaring menga og'ir botdi. O'zi qon bosimim oshib turibdi. Meni o'ldirmoqchimisan? Meni dardim bilan seni ishing yo'q. Tanasi boshqa dard bilmas. Bo'pti, xo'p. Mayli. Uzr. Qattan biling, balkim topgansiz deb o'ylayapman. Topsam bilib qo'ygin, faqat seni oldingga olib boraman. Tushundingmi? Sendan boshqa meni kimim bor? Agar bilsang, sen meni borlig'imsan. Umrimni yarimi sensan. Yarimi Aliboy. Boshqa bunaqa gap gapirma. Alisher aka. Kechiring. Kechiring. Qilar chiqib qo'yib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sal ishdan kechroq chiqib qoldim. Kutib qolmadingizmi? Yo'q. Xullas, sizda shaxsiy masala bo'yicha ishim bor. Xo'p. Irodani otasiga tushuntirsangiz bo'lardi. 2-3 marta so'rab bordim. Ko'nmayapti. Shu hafta onam ham boradilar. Mana ularga hech qanaqa yomonligim yo'q. Niyatim rostdan ham jiddiy. O qizni yaxshi ko'rib qoldim. O'zi uylanish uchun qiz qidirib yurdim. Mana o'zim xohlagandek. O'zining mustaqil fikri bor. Xullas, shu qizga uylanmoqchiman. Boshida men sizni hazillashyapsiz deb o'ylagandim. Otasini ishini bitirish uchun shu hiylani o'ylab topgan deb o'yladim. Ha, yo'q, qo'ysangizchi. Ishni bitiraman desam, advokatlar tiqilib yotibdi-ku. Men hozir hayotim haqida o'ylayman. Faqat shuni ularga tushuntira olmayman. Mana sizlarga hech qanaqa yomonligim tegani yo'q. Otam ishi bo'yicha ketdim. Yo'q dedingiz? Shu bilan indaganim yo'q. Endi qizni o'zini otasi bor. Siz aytganingizdek mustaqil fikri bor. O'zlari hal qiladilar endi. O'zlari hal qiladilar. Lekin siz ham bir og'iz gapirib qo'yganingiz yaxshi. Meni niyatim xolis. Rostdan uylanmoqchiman. Obbo, bu yoq qizu bo'ldi-yu. Kutilmagan ishlar bo'lib ketdi-ya. Shu taqdir deb shunga aytsa kerak. 4 yildan beri qiz qidirardim uylanish shu. Bormagan joyimiz qolmadi. Oxiri mana oyog'imiz ostidan chiqib turibdi. Shu ham taqdir. Faqat qiz ko'nmayapti. Ha, Iroda juda qaysar. Uni ko'ndirish qiyin. Mayli, bu yog'ini sizga topshiramiz. Har holda ustozisiz. Bizni yaxshi niyatimizga sherik bo'lib qoling. Sababchi bo'lib qolsangiz, xursand bo'lamiz. Ha, aytgancha, bo'lib o'tgan ko'ngilsizlik uchun uzr. Ha, endi o'tib ketdi. Mayli, men bir Dilmurod aka bilan gaplashib ko'raman. Ko'ndirishga harakat qilaman. Yo'q demaganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Mayli, sog' bo'ling. Yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Xo'p. Ye, Alisher aka. Ye, Assalomu alaykum. Dildoraxon, yaxshimisiz?
ochilib ketganingizni qarang. Tushunmadim Alisher aka. Hozir men sizdan kechirim so'rayotgandim-a? Kim bu qiz? Bu qiz Dildora-ku. Ana opani uyidagi xizmatkor qiz. Shunaqa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, Dildoraxon. Bu ayolim Dinara. Tanishganimdan xursandman. Men xursand emasman. Siz haqingizni rosa eshitdim. Birovlarni eriga osilarmishmisiz? Nima? Mana endi erimni yo'ldan urib ketmoqchimisiz? Kimi puli bo'lsa, shu bilan yurib ketaverasizmi? Hali Davronga ham turmushga chiqa olarsiz? Jim turasiz. Ha? Gapiring. Nega jimsiz? Ha, bekorga xizmatchi bo'lib kelmabsiz-da? O'zi Nigora aytgancha bor ekansiz. Nima deyapsiz? Nima qildim men sizga? Eringizni taniyman. Alisher aka, salom alaykum qildim. Nima mumkin emasmi? Mumkin emas. Tushundingizmi? Erimni ko'rsangiz uzoqroq yuring. Shu yerda ishlayman. Yarim stavka. Ko'rishib qoldik. Salomlashdim. Mayli Dildoraxon, siz kiravering. Ey, Dildora emas bu. Kirmaydi. Oxirgacha gapimni eshitsin. Sizni gapingizni eshitishga meni vaqtim yo'q. Ana ko'rdingizmi? Aybi bor qochib ketyapti. Odamni sharmanda qilding. Ha? Nega sharmanda qilaman? Ha? Shu paytgacha meni ochib ketgansan demagansiz? Ha? Biror marta aytganmisiz? Dinara ochilib ketishgan. Endi kerak emas. Dinara hamma qarayapti. Qoching. Uzr, sharmanda qilma. Bo'ldi, men uzr so'rayman. 3 minut oldin sen uzr so'rab turding. Endi men uzr so'rayman. Kechirmayman. Yuravering endi. Dildorangiz bilan. Dinara! Boring-ne. Dinarushka, to'xta jonim. To'xtasangchi. Qoching. To'xta. Tegmang menga. Aka, charchamayapsizmi? Kofe damlagandim. Miyaga dam beradi-da. 5 daqiqa vaqtingizni olaman. Maylimi? Kompyuterga ko'p qarasangiz, ko'zlaringiz og'rib, tolib qoladi-da. Nima gap? Doston aka bilan gaplashdim. Anu qiz masalasini. Sovchilikka bordik-ku, uyini ko'rdingiz-ku. Ular ham meni yoqtirib qolishdi. Boy bola deb o'ylaydi. Lekin hech narsam yo'qligidan xabar yo'q. Qizni ham aldab yuribman. Haqiqatni aytsammi, aytmasammi? Doston aka yolg'on bilan hayotingni boshlama deyaptilar. Baland dorga osilib nima qilasan deyaptilar. Xullas, voz kechishim kerak-da. Lekin mana u qo'ymayapti-da. Aka, nima deysiz shunga? Agar uni rostdan ham yaxshi ko'rsang, bilmadim. O'sha mana buning voz kechishga qo'ymaydi. Shuda qo'ymayapti-da. Lekin aslida hayotni yolg'on bilan boshlash yaxshilikka olib bormaydi. U seni borincha qabul qilsin. Yaxshisi unga hamma haqiqatni ayt. Halol mehnat qilasan. Birovni haqqini yemasang. Hayoting o'zgargan. Shularning hammasini yotig'i bilan tushuntir. Hozir bu yolg'onlar bilan ular senga rozi bo'ladigan bo'lsa, ertaga kech bo'ladi. O'zing ham uyalib qolasan. Lekin buni baribir qachondir bilishadi. Yaxshisi hozir o'zingdan bilishgani yaxshiroq. Aytsam, u qiz meni tashlab ketsa-chi aka? U qizsiz qanday yashayman keyin? Agar u qizni ham mana bu yuragi bo'lsa, tashlab ketmaydi.
Agar yuragi bo'lmasa, demak u qiz senga to'g'ri kelmagan bo'ladi. Hayotingda boshqasi uchraydi. Sevib qolish qiyin ekanda, aka. Kinolarda ko'rib, sevib qolsa odam o'zgarib qolsa kerak deb o'ylardim. Rostdan ham o'zgarib qolar ekan, aka. Yomon ham qiynalib ketdim lekin. Fikri xayolim unda. Yomon narsalar kelaveradi xayolimga. Boshqasiga berib yuborsa-chi, o'xshamasa-chi. Taqdirdan qochib qutula olmaysan. Agar u saniki bo'lsa, hech qayerga qocha olmaydi. Saniki bo'lmasa, bu taqdir. Tushkunlikka tushma. O'zingni yo'qotib qo'yma. Aka, siz ham sevganmisiz? Men ishimni qilay. Borib, sanam ishlaringni qil. Kofe uchun rahmat. Xo'p, aka. Yostiq qolib ketibdi. Aytishni xohlamadi-ku. Qattiq sevgan. Qattiq sevgan. Abduvaqt aka, Ha, oyi qilib yuboraman. xo'p, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima gap, Umijon? Kecha qulog'imga chalingandek bo'ldi. Qanaqadir tilla haqida gaplashdinglar? Tilla? Ha? Burchida Alisher akam bilan gaplashib turdingiz. Tilla. Hali gap poylayapsizmi? Yo'q, bexosdan eshitib qoldim. Qiziqib qoldim aka. Endi Alisher boyi bilasiz u. Gapiraveradi. Haligi, xotiniga tilla olgan ekanmi, uzuk olgan ekanmi? Tushunmadim. Shunga tushunasanmi dedi, men bilmayman dedim. Men topib olganmisizlar deb o'yladim. Tilla nima? Ha? Bu otxonada tilla nima qiladi? Kim topib oladi? Nega endi? Bo'lishi mumkin. Kimdir ko'm ketgan bo'lsa, u yoq-bu yoqqa deyman-da. Menimcha o'zingiz topib olmaganmisiz tilla? Ha, yo'q. Men topsam so'ramasdim-ku. Shunga hayron qolyapman-da, nima tilla haqida? Shunchaki eshitib qoldim. Qiziqib qoldim aka. Tilla hamon ham e'tiborni tortadi. Bilasiz-ku, Alisherning xotinini bilasiz-ku. Tillaga o'ch. Ha, mayli aka. Siz yo'ldan qo'ymay. Hop, Umidjon. Ha? Rostdan ham otxonadan tilla topib olmaganmisiz? Ha, yo'q. Bu nimanidir sezib qolgan. Chatoq bo'ldi-da. Tezroq hal qilish kerak buni. To'xtang. Sizni kutib turibman. Nima? Ko'rmayapsizmi? Ko'ryapman. Lekin men sizni chaqirganim yo'q. Chaqirish shart emas. Siz bilan yaxshilab gaplashib olishimiz kerak. Tez gapiring. Sizni qarindoshingizniki kech qolyapman. O'zingizni kim deb o'ylaysiz? Bundoq bir oddiy xizmatchi bo'lsangiz, lekin hammaga ko'zingizni suzib chiqar ekansiz, a? Ogohlantirib qo'ying. Agar erim oldida yana bir marta ko'rsam, mendan
Yaxshilik kutmang. Hali siz meni qanaqaligimni bilmaysiz. Nima qildim men eringizga? Sizga nima qildim? Urushgani keldingizmi yonimga? Tushuntirgani keldim. O'zi Nigora to'g'ri aytgan ekan. Bu qizdan ehtiyot bo'lish kerak deb. Boshida ishonmay turdim. Mana o'zimni ko'zimdan ko'rib turibman. Gap bu yoqda deng. Nigora o'zi meni noto'g'ri tushunyapti. Mani u bilan ham, eri bilan ham umuman ishim yo'q. Eri sinfdoshim. Rahmat, shunchalik ishga olib kirib qo'ydi, lekin shu ishga kirganimdan beri pushaymonman. Hayotimda umuman tinchlik yo'q. Nigora yetmayotdi, endi siz paydo bo'ldingiz. Mani sizlarni eringlar bilan gaplashishdan boshqa ishim yo'qmi? Bilmadim. O'sha kuni ham tirjayib keldingiz. Xullas sizga aytdim. Meni tushundingiz degan umiddaman. Tushunmayman men sizni. Ishga kech qolyapman. Qaytib kelmang bu yoqqa, xo'pmi? Ishxonamda uyaltirib. Qarab tur hali. Birovni erini qanaqa tortib olishni hali senga ko'rsatib qo'yaman. Aka, ana o qiz bilan gaplashdim. Aka, borini tushuntirib aytdim. Hech narsam yo'q meni. Otxonada oddiy ishchiman dedim. Boshida qiyin bo'ldi aytish. Aytsammi, aytmasammi deb yarim soatlab o'yladim-da aka. Lekin baribir aytdim. Xo'p. Nima dedi u qiz? Hech narsa demadi aka. Indamasdan ketdi. Endi qaytmasa kerak aka. Hammasi tugadi. Mayli, qutuldim-da. Endi bu yog'iga ish qilaman, pulni qilaman. Uy joyda qilib, keyin bitta qiz topaman. Tushkunlikka tushma. Yaxshi ko'rsa qaytib keladi. Menimcha yaxshi ko'rmaydi. Chunki bir og'iz bo'lsa ham gapirgan bo'lardi-da. Indamay jim ketdi. Mayli. Jim turgani ham yaxshi. Sen uni kut. O'z aloqaga chiqmaguncha harakat qilma. Sizni ham boshingizni qotirib yubordim-a? Endi akamsiz. Dardimni sizga aytmasam kimga aytaman aka? Qizlarga yalingan bola yoqmaydi. O'zingni tut, qat'iyatli bo'l. Masofa saqla. Sen aytiladigan gaplarning hammasini aytding. Harakat qilding, sovchi jo'natding. Endi faqat kutishing qoldi. Boshqa narsani unut. Uyxonaga oching, narsalarni olib chiqing. Bo'la qol. Hozir olib chiqaman. Borib keldingmi? Ha, borib keldim. Olib keldingmi? Berib orar ekan o'zlari. Qaysi biri yaxshimi? Yegin kelsa yeyver, hammasi yaxshi. Yong'oqli ekan bu. O, mana bu olchalik ekan. Yaxshilab qaragin, qovulligi ham bor. Ha, bo'pti, darrov shuni yeydi deb o'yladingiz-da, ha? Ey, hazillashdim, ol yeyver. Bir voqea aytib beraymi? Aytib ber aka. Kichkinaligimda yangi yil arafasi edi. 3-4 kun oldin dadam bozorlik qilib keldi. Uyda hamma narsa bor, shirinliklar, konfetlar. Onam uni bekitib qo'ydilar. Shkaf tepasiga qo'ygan ekanlar. Akam ikkalamiz borib, akam birinchi meni ko'tar dedilar. Men akamni ko'tara olmadim. Keyin akam meni ko'tarib, qo'limiz yetmaydi-da uni olishga. Lekin oyog'imizni tagiga yostiq qo'ydik-da, ikkalamiz keyin sekin o'rgandik. Har kuni akam 2 ta oladi, men 2 ta olaman. Shu bilan yangi yilgacha 1 kilo konfet tugadi. Qizig'ini aytaymi? Qog'ozlarni ichiga solardik-da, bitta qilib joyiga solib qo'yardik. Bitta ham qolmabdi. Mana buni ichida qog'oz turardi.
Onam shundoq ko'rdida jahllari chiqib o'sha payt sharoitimiz yaxshi bo'lmagan shekilli oyim baqirdilar. Dadam nima gap deb so'rasalar, konfetni yeb qo'yibdi dedilar. Dadam mayli bolalaring yebdi-ku, qo'y xotin dedilarda shu bilan yangi yil konfetsiz o'tdi. Hozir mana hamma narsa bor. Konfet bor, shirinliklar bor. Olib kelaman desam pulam bor. Hozir hammani uyda bor. Bolalar yemaydi. Sharoitim zo'r. O'zimga yarasha. Lekin ota-onam yo'q. Bir kam dunyo ekanda. Mayli. Texnikalar kelsa aytaman. Choychasini yangilab kelaymi? Mayli. Xo'p bo'ladi. Lekin baribir konfet olaman. Olaver. Hammasini olib chiqib ket. Yo. Bo'pti. Ota-onani umri xuddi shu konfetga o'xshar ekan. Bolasini hayotini shirin qilaman deb erib tugar ekan. Aytgancha, sizga telefon bo'ldi. Oyim qilgandirlar-da. Gaplashmaysizmi? Balki sizdan xavotir olayotgandirlar. Yo'q, oyim emas ekanlar. Dugonam. Aytgandim-ku sizga to'y bo'lyapti deb. Ha, u qizmi? O'sha qiz. Boya ham telefon qilgandi. Kecha kechki vaqt bir dunyo xabar yuboribdi. Nimaga? Tinchlikmi? U qizni to'y bo'ladi deyotgandingiz, bo'lmadimi? Bo'ldi. To'ydan keyin yozibdi shu xabarlarni. Men ularni bunaqa deb o'ylamagandim. Bu oila unaqa yaxshi oila emas ekan. Turmushga chiqqanimdan afsusdaman. Kechir meni. Ranjitganim uchun deb uzr so'rab yozibdi. Shunaqa deng. Demak, sizni ko'nglingiz og'rigan ekan-da? To'g'ri-da. Yaqin o'rtog'i shunaqa ish qilganidan keyin ta'sir qiladi-da. Lekin men undan xafa bo'lmagandim. Sanjardan ham xafa emasman. Qaytanga ularning qanaqaligini bilib oldim. Vaqt ularni asl yuzini menga ko'rsatdi. Ular menga yaqin inson bo'lishga noloyiq ekan. Mayli, baxtli bo'lsin. Mayli. O'ylamang, baxtli bo'lsin. Iloji bo'lsa o'rtog'ingiz bilan umuman gaplashmang. O'zi o'rtog'ingiz shundoq ham yaxshi ish qilmabdi. Siz bilan u yigitni o'rtasidagi munosabatni bilardi-yu, to'g'rimi? Bilardi. Shu alam qildi-da. Mayli qo'ying. Ular haqida gaplashishdan foyda yo'q. O'zingizni shundoq qilib to'yingiz qachon? Qachon uylanasiz endi? Bilmadim. Menga turmushga chiqadigan qizni o'zi yo'q. Shuning uchun bu haqida o'ylab ham ko'rganim yo'q. Mayli unda darsimizni boshlaymiz. Mayli. Sizniki mana, bu meniki. Bugun yangi lug'atlarni o'tamiz. Yangi mavzu.
Bu yog'iga biroz qiyin bo'ladi. Boshlang'ich ta'limdan o'tdingiz. Mana shu ekan. Bo'ldi. Chiroyli bo'lib ketganingni qara. Hozir seni tug'ilgan kunga dugonalaring oldiga tashlayman. Keyin o'zim ishga o'tib ketaveraman. Usheng. Bilardim-da. Siz uni yaxshi ko'rasiz. Yo'q, men uni. Bunaqa gaplarni qayerdan olasan? Yo'q, siz bahona qilmang. Mana bilib oldim. Yo'q. Sen Dinara deb yozmoqchi bo'lgansan. Dildora deb yozganman. O'qishni bilmaysizmi? Bilaman. Men uchun hammasi Dinara. Chunki yuragimga shunaqa yozilgan. Yo'q. Endi foydasi yo'q. Hamma narsani bilib bo'ldim. Ayniqsa sizni bilib bo'ldim. Shunchalikka borasizmi? Dinara bu hazilmi? O'zi Nigor aytgandi bu qiz haqida. Yaxshi qizmas deb. Mani oilam buzmoqchi deb. Bu Nigoraga chunki men aytganman. Siz bilasizda qanaqaligini. O'zingiz gaplashgansiz, yurgansiz. Va baraka topgur. Menga bunaqa tuhmat qilib tashama. Bu dostonni sinfdoshim, meni sinfdoshim emas. Bo'lsa doston bilan munosabati bo'ladi uni. Men bu qizni umuman tanimayman. Yo, to'g'ri taniyman. Qanchadan beri bilaman. Ana, ko'rdingizmi? O'zingiz sotib qo'ydingiz. Yo'q. Azim akani oldida ishlardi bu qiz. Zaharlamoqchi bo'lgan Azim akani. Yaxshi qiz emas bu qiz. Men qanaqa qilib bu qizni sevishim mumkin? O'zing o'ylab ko'r. Oldimda shunday tilla bariqcham turgan bo'lsa. Turishini qara buni. Ey, sen bor-ku, go'zallik timsolisan. Sendan boshqasini men tasavvur ham qila olmayman. To'g'ri, Dildora ham chiroylidir. Ana, davom eting. Qani, yaxshi? Xo'sh. Seni chiroyingni oldida bir dinu qiz. Sen mamlaqa varroqlarni menga olib kelmagin. Bo'ldi. Yur endi kech qolasan. Sen dam olgin, odam bo'lib tug'ilgan kunga bor. Dugonalaring bilan mazza qil. Yur hayot. Yur aqo, yur. Yur. Sevaman deysani. Keldingmi? Ha, keldim. Davron, otang bilan bo'lgan muammo haqida aytgandi. Shuni hal qilishimiz kerak aka. Bir ikkita dalil isbot yig'gandim. Hali yetarlicha emas. Bunaqa masalalarni ko'chadagi odamlarga aytgandan ko'ra tegishli joylarga murojaat qilsang bo'lmaydimi? Endi bular o'zim yaqinlarim. Birinchi odamga o'xshab tushuntirib ko'rmoqchimiz. Agar ko'nmasa, keyin boshqacha gaplashamiz ular bilan. Dadamni shuncha yillik mehnatlari, topgan mol dunyosi bekorga zoyi ketmasin deyapman-da. Tushunarli. O'zingni qarindoshlaringmi? O'zim qarindoshlarim. Dadam yaqin o'rtoqlari, begona emas, qarindoshlarim ham bor. Tushunarli. Bo'lmasa, sen uydagi yiqqan dalil isbotlaringni olgin.
birga borib gaplashib ko'ramiz. O'zing aytgandek, yaxshi gap bilan agar hal qilishni iloji bo'lsa, borib gaplashib ko'ramiz. Bo'lmasa, tegishli joylarga murojaat qilamiz. Davronni hozir vaqti yo'q. Shu uchun menga aytgandi. Birgalashib harakat qilib ko'ramiz. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Rahmat aka. Sizni ham ovora qilib qo'yarkanman-da. Yo'q, ovorasi yo'q. Qachon tayyor bo'ladi hujjatlaring? Shu 3-4 kunda tayyor bo'lib qoladi aka. Bo'ldi, tayyor bo'lishi bilan aytasan. Xo'p aka. Rahmat. Arzimaydi. Agar kerak bo'lib qolsam, men u yoqdagi otxonada bo'laman. Telefon qilsangiz 1 soatda yetib kelaman. Xo'p. Mayli, bora qol. Xo'p. Ha, Bahrom aka, chaqirganmidingiz? Ha, chaqirtirgandim. Tinchlikmi? Nima qilib o'tiribsiz bu burchakda? Ish tugadimi? Hamma qaytyapti. Qayerga borsan, uyga boradi-da. Men ham endi uyga ketmoqchi edim. Vaziyatni ko'rib turibsan. Xarajat ko'p. Pul bo'lsa kam. Tushum oldingizda emas. Agar ana katta musobaqa bo'lsa-yu, u yaxshi. Ancha kamchiliklarni to'ldirib yuborardik. Lekin unga hali ancha bor. Bo'p qolar. Bo'p qolar. Agar eshitgan bo'lsang, zavoddagi ishchilarni qisqartirdik. Eshitmanmi? Shunaqa bo'lib qoldi. Ota-onadagi ishchilarni qisqartirish niyatim yo'q. O'zi otxonada ko'p odam yo'q-ku. Hamma o'zining ishini qiladi. Shu desa, vaqtincha oyliklarni pasaytirmoqchiman. Sen o'zimnikisan. Shuning uchun sendan boshlayman. Mani to'g'ri uchun. Mani boshqa choram yo'q. Yaxshi o'ylabsiz. Mendan boshqa odam yo'qmidi? Bitta sani deganim yo'q. Hammani. Nimaga mendan boshlayapsiz? Meni ham o'zimga yarasha xarajatlarim bor, shunga to'g'rilaganman. Uni ustiga qaynimning mashinasini olganman. Bo'ldi. Bo'ldi Abduvohid. Sen o'ylagingga tegmayman. Bemalol ketaver. Ya, men aytmoqchimanki, senga bo'ldi dedim. Bor. Mavzu tugadi. Ketaver. Mayli. O'zingni ishini qilib tursa. Nima deb qo'ydim? Indamay tursam bo'larmidi? Menga shuncha yaxshilik qildi, yordam berdi. Ko'chalarda ishlab yurganimda olib keldi meni. Yordam berdi. Yo. Lekin mehnatini ham qilyapman-da. Bu otlarning tagini uncha-muncha odam tozalavermaydi. Men qilgan ishni hamma ham qilavermaydi. Ezildimi? Mehnati qattiq. Mehnatimga yarasha pul beryapti. Ortiqcha pul berayotgani yo'q-ku.
necha dinarni siz oldingizga kelgan ekan? Sizga xabar ketibdi. Yaqin o'rtoqlar edingiz. Oyligimni kesyapti. Birinchi bo'lib mendan boshlayapti. Kelmasangiz kerak deb o'ylagandim. Tog'amga chiqqaning uchun keldim. Yaxshigina pul bo'ladi. Tilla ham kerak emas. Bandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir non berib kesatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Kimlardir non berib kesatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin.